Eshityapsizlarmi? Eshitilyaptimi? Miting bo'lyapti. Biz sentrda turamiz-ku, miting bo'lyapti. Duoda bo'linglar, hali operatsiya davom etyapti. Hali operatsiyadan chiqqani yo'q. Doktorlar hali ketgani yo'q. Orqa tomondagi suvagini ham qiyshiq ekan, bittasi pastda, bittasi tepasida. Uni ham suvagini boshqatdan kesishib, sindirib, boshqatdan to'g'irlashibdi. Endi oldi tomonda ginekologlar ham bor, proktologlar ham bor, короче. Hammasi harakat qilyapti. Уже в ближайшее время reanimatsiyaga olib o'tishadi. Kutib o'tiribmiz. Короче, operatsiyadan chiqdi, hammasi yaxshi, reanimatsiyaga o'tkazdirishyapti. Так что tabriklaylar. Все супер. Слава Богу. Hammasi yaxshi, hammasidan o'tib oldi. Eson-omon. Hamma yo'q qilindi bittada. Go'zallikda operatsiyadan chiqdi. Shunaqa gaplar. Shu точкада meni ishim tugadi. Так что operatsiyadan eson-omon chiqib olishini juda ham kutib o'tirdim. Shu bilan endi bu temaga точка qo'ysak ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Juda ham kulgilik. Hamma istoriya qo'yib bo'lgandan keyin, hamma emotsiyasini ko'rsatib bo'lgandan keyin oxirida men bilaman. Так что operatsiyadan chiqdi, Xudoga shukr, hammasi joy-joyida. Hammasi go'zallikda. Endi только sog'liq. Oyoqqa turib ketishini so'raymiz. Shu bilan meni bu temada stop qilish paytim keldi. Eson-omon chiqib oldi, reanimatsiyaga o'tadi. Hammasi go'zallikda. Xudoyim ol qo'lim desa, hozir reanimatsiyaga emas, xonaga olib o'tishar ekan. Xonaga olib o'tsa, men sizlarga oxirgi istoriyalarni qo'yib beraman. Operatsiya idealni bo'ldi, hammasi go'zallikda bo'ldi deb yozishyapti. Xudoga shukr, ming qatla shukr. Shu bilan endi sekin Sabiraxon oyoqqa turib ketsa, o'zini stranitsasida istoriyalar olib boradi. Men endi sekin bu temani yopish payti keldi, потому что hamma yo'q bo'ldi, ish bitdi, operatsiya bitdi, hammasi go'zallikda bo'ldi. Endi mazolit qilib, PR qilib, krutit qilishdi, уже hojati yo'q, hammasi go'zallikda. Hammasi zo'r, hammasi qoyil, hammasi go'zallikda. Bu situatsiya menga nima berdi, bilasizlarmi? Bu situatsiya menga возможность berdi. Men bu yerda juda ham kuchli представитель bilan tanishib qoldim. Juda ham kuchli, hamma больницадан xabari bor, hamma yo'qdan xabari bor. Любой точка miradan, любой odamni olib kelib, davolab, hamma yo'g'ini oyoqqa turgizib, yordam beradigan vrachlarni представители bilan tanishdim. Endi любой moment buni o'zbeklar uchunda men mana hamma yomon ko'rib, ko'tlar jamiyatimizda ko'payib ketyapti deb baqirib chiqyapti, lekin ammo men bundan to'xtamayman. Представитель bilan yaqinda proyekt qilmoqchimiz, xudo xolasa. Обязательно O'zbekistondan kelgan onkologiya kasalliklari bo'yicha ko'pchilik bu yoqqa tuqqani ham keladi. Shunaqa narsalarni ko'proq yoritib boraman odamlarga yordam bo'lsin deb. Pot. Nimani o'rgandim bu yerda. Bu situatsiya hozir endi O'zbekistonda haligi ko'p jarrohlar qila olmaydigan operatsiyalarni bu yerga kelib, ko'p kasallarimiz hali mablag'i yo'q, puli yo'q odamlarni pul to'plab, yordam berib, bu yoqqa olib kelib, operatsiya qilib, o'zim ham qarashib yurgani возможность berdi bu situatsiya, bilasizlarmi? Endi qo'limdan ko'pchilikka yordam, bu представитель bilan birga ko'pchilikka qo'limdan keladi endi yordam berish. Qo'lim uzaydi yana bir 1 metrga. Tushunyapsizlarmi? Juda ham zo'r возможность bo'ldi. Представительlar bilan tanishib qoldim, doktorlar bilan, hammasi bilan tanishib kelyapmiz. Endi bu представительni yaqinda sizlarga представлять qilaman. Juda ham zo'r ayol, juda ham shikarniy ayol. Так что
tayyorlanib turinglar. Operatsiya kimga kerak, yordam kimga kerak, professorlar kimga kerak, hammasiga yordam berib o'tamiz. Xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Biz shokdamiz. Rahmat kattakon. Вообще мы в шоке hozir. Katta rahmat Ozodajon singlim, kam bo'lmang. Ilohim martabalaringiz bundan da borganingizga ming rahmat. Rahmat sizga. Men va'da berganman boshidan. Haligi men oxirigacha turaman. Просто sal tushunmovchilik bo'lgan. Unda aytdim-ki sizga. Mayli, hammasini oyoqqa turib ketsin. Saming glavniy. Mana Xudoga shukr, hammasi yengil kechdi, yaxshi vrach topildi. nasib bo'lsa yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sog' salomat bag'rimga kelsin kunlibgina. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa duo qilib turing. Hammaga rahmat. Rahmat. Yana bir marta rahmat sizga. Ishtirok etganlarga. keldi. Og'riqlari bor, kuchli. Всем привет! Всем привет! Запишу это небольшое видео по двум таким эпизодам, которые меня сильно задели. И как бы мне очень неприятно, что среди нас все-таки есть люди, которые, знаете, не по поступкам оценивают людей, а потому, как они одеты, какой они национальности. Или мужчина это или женщина, или говорит она на узбекском, или не говорит на узбекском. Послушайте, какая разница. Девочка Сабрина, про нее уже, по-моему, столько сказали и столько опубликовали. Однако 4 месяца, как выяснилось, до того случилось это еще в прошлом году, в конце года. И никто ничего не говорил, пока об этом не заговорила Жасмин Транс. И теперь собрали деньги, и теперь все пытаются примазаться к тому, что кто-то что-то, и эти блогеры узбекского контента начали все это публиковать, и каждый пытается себя оправдать, и каждый пытается к себе прилепить очередной такой трэш, хайпануть на этом и прочее. И история про женщину, которая убирала офис, открытия Митими какой-то там блогер, я честно, это узбекский контент, я его не знаю, но чем бы он ни занимался, то, что он не оплатил труд глухой женщины, инвалида, у которой на руках еще там те, кого она обеспечивает, кормит, я вообще поражаюсь, и люди пытаются узнать про Жасмин, а кто она, а что она, а мужчина она, а женщина она. Слушайте, какая разница. Я тоже против ЛГБТ. Однако, если человек для себя выбрал вот такой путь, наверное, он должен по нему идти. Ведь мы с вами не живем эту жизнь, живет тот человек, который выбрал. И если он это не пропагандирует, а выбрав для себя, просто живет и просто делает хорошие дела, почему такая реакция у людей? Я поражаюсь. Кто-то начинает обсуждать, сколько у нас в госучреждении зарплата уборщицы. Это не госучреждение, это частная фирма, это компания, которая получает за рекламу там сумасшедшие деньги. И, во-первых, как я всегда говорю, договор дороже денег. Если вы открыли рот и пообещали, будьте добры отдать это. Шумемма, намадя шунака биза больдик. Качом биза шунака больдик. Биза Россияны обсуждать к вам за. И даже кто-то из актеров это тоже озвучивал. Все. Никита Михалков. Он сказал, что вообще все в жизни от зависти. Люди, будьте добрее. Правда. Что бы ни происходило, нельзя становиться хуже, чем даже, я не знаю, кто зверь, то, наверное, своих сородичей не убивают. А наши так и норовят. Так и норовят. Так что скажите свое мнение.
Может быть, я не права? Ну, это вот лично мое мнение, и я вчера поставила этот пост, где Жасмин об этом говорит, и я считаю, что человек замечательный. Неважно, что у нее в жизни случилось. Главное, что она не потеряла ни сочувствие, ни порядочность, ни чувство справедливости. Поэтому всем добра. Пока-пока. Hozirgi situatsiyalarda, oxirgi bo'lgan situatsiyalarni ko'rdinglarmi? Shuncha odam futbolga bilet olgan, hech kimni kirgizdirmagan. Cho tvarится. Хотя бы bilet pulini qaytarib bersin, hayron qoldim. Shuncha odam ko'chada qolib ketgan bilak. Nimaga u stadionda joy yo'q bo'lsa, nimaga bilet sotishar ekan? Hayron qolaman. O'shancha odam ko'chada qolib ketibdi, ko'rdinglarmi? Kirgizmagan, yana urib do'pposlab mashinalarga tiqib olib ketishyapti.